Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Gulnazar. Hozirda Koreyaning nufuzli oliy ta'lim muassasalaridan biri Ixwabons universitetida Hills Convergence, ya'ni MedTech va Public Health birlashtirilgan yo'nalishda 3-kurs talabasiman. Koreyada o'qishim davomida juda ko'p tajribalar orttirdim va aynan shu tajribalarim bilan bo'lishish uchun o'z blogimni ochishga qaror qildim. O'z blogimda sizlar bilan o'z tajribamga asoslangan holda chet elda o'qish deganda faqatgina og'ir yoki qora ishda ishlab o'zini ta'minlay olish degani emas, o'z bilimi orqali o'sib rivojlanib, yaxshi ish topishni ko'rsatib o'tmoqchiman. Ko'pchiligimiz bilamizki, hammamiz ham grant yutib kela olmasligimiz mumkin. Lekin bu Koreyaga kelayotmasangiz ham bo'ladi degani emas. Shunchaki siz yaxshi yo'l orqali, ya'ni ilmingiz orqali kontraktingizni to'lashni yaxshi bilishingiz kerak. Ko'pchiligimiz bilamiz, nufuzli universitetda o'qishning xarajatlari anchagina ko'p, ya'ni kontrakt juda ham qimmat. Lekin xuddi shu narsani o'zim o'z bilimlarim orqali yaxshi joyda ishlagan holatda o'zimni tuition feelarim, ya'ni kontraktimni va yana kundalik hayotda kerak bo'ladigan sarf-xarajatlarimni o'zim mustaqil qoplab kelyapman. O'zim shifoxonada shifokorga yordamchi va shifokorga tarjimon sifatida yo'nalishimga yaqinroq sohada ishlab ham ko'rganman. Bundan tashqari marketing yo'nalishida ham o'z bilimimdan foydalangan holda kontraktlarimni to'lab kelganman. O'z sahifamda siz bilan ish va o'qish balansini ushlash, koreys tilini o'rganish va shaxsiy rivojlanish bo'yicha maslahatlarim bilan bo'lishib o'taman. Agar sizga bu balansni qanday ushlaganim qiziq bo'lsa va o'z tajribalarimni siz ham ko'rishda davom etmoqchi bo'lsangiz, unda bizning sahifamizga obuna bo'ling va sizning ham maqsadingiz bir bo'ladigan bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting.